Assalomu alaykum hammaga. Kecha boshlagan ishimiz tugatdi, Xudo xohlasa. Birinchi videoda qanaqa holatda turadi. Xudo xohlasa ishga qo'ygandan keyin ancha o'zgarishlar. Hop, tashqari eshikdan boshlaymiz. Tashqari eshik umuman atkoz olinmaganida aboylari balandida ko'tarib turadi. Tagiga dabor qo'yib, nalishnik bilan ko'tarib chiroyli qilib chiqarib berdik. Tay birinchi sanuzelli eshigi. Bular mexanitskiy zamonga olib kelishgan ekan, biz magnitga almashtirdik. Ichki tomoni, ichkilar daborlari, parollari bilan bunday bo'lgan. Ko'rsanglar. Devorlar qiyshiqligi bor ekanda, yo'llarini zamaska qilib, chiroyli qilib, bilinmaydigan qilib qo'yib berdim. Mana shu har safar aytaman, mana shu nalichnikni atkozdan bir 10 sm o'tkazib, mana shu nalichnikni laminatni devor bilan bir xil qilib qovurish kerak iloji bo'lsa. Devorni 1 sm, yarim sm o'yib, bir xil qovurish kerak. Keyin mana shunday holatlar bo'lmaydi. Ochilib qolmaydi. Nalichnik sababi eshikni nalichnigi har xil qalinlikda bo'ladi. Bir xil eshiklarni sapochkasi bo'ladi, tagida u yopib yuboradi, bu endi yopmaydi. Iloji yo'q, buni shunaqa qilib germetka davor deydi. Endi bu xonadon ustalari bitirib ketib bo'lgan. Uygalar iltimos qilish, plintuslarni ham kesib joy-joyiga qo'yib berganmiz. Va shular xunuk bo'libdi. Xohlasa eshiklar yaxshi chiqdi. Oxirgi xonamiz. Polimiz baland, laminat xonani ichi pastroq ekan. Mana uni ham uklon qilib qo'yishgan ekan paroyda. O'sha holatiga kesib keltirib qo'yib berdik. Keyin yana bitta qilsa, mana sanuzelni kafelni tugashi, kos tugagan qiyshiq. Mana shuni doyna qilib yopib berdik. Buni menimcha ustalar ham o'zi bilmagan bo'lsa kerak, qanaqa kos qo'yilganmi ekan. Koridorda kafelidan sanuzelli kafeli poli baland 1 sm. Shunaqa gaplar. Xohlasa aloqaga chiqarasizlar. Like.